Instagramda shaxsiy brend qurishdi, Instagram blogni aktiv yuritishdi, Instagram blogni davomiy yuritishdi. Ayollar erkaklarga qaraganda ancha oldinda, ancha muvaffaqiyatli va bu ishni ancha yaxshi uddalashadi desam, nima degan bo'lardi? Men bir necha yillik shu sohadagi tajribamdan xulosa qilib qo'rqmay ayta olamanki, O'zbekistonda ayollar erkaklarga qaraganda ancha yaxshi Instagram yuritishadi, ancha hafsala bilan qilishadi, ancha bu ish bilan davomiy ko'proq ishlay olishadi va o'zligisi qiladigan odamlar erkaklarga qaraganda ayollarda ancha muncha ko'proq desam mubolag'a bo'lmaydi, protsentni atnasheniyada qaraganimizda. Instagramga davomiy kontent qo'yish deysizmi? Storieslarni har kuni yuritish deysizmi? Eng qizig'i kuniga 20 talab, 30 talab stories qo'yish deysizmi? Va eng asosiysi o'sha storieslarni ko'ruvchi auditoriyani aktiv ushlab turishda ham ayol blogerlar ancha oldinda va buni sabablarini ko'p o'rganib chiqqanmiz. Lekin bitta nyuans bor. Bu nyuans nima deydigan bo'lsangiz, erkaklarga qaraganda ayol blog yurgizuvchilar Instagramda ancha kam pul topishadi, deyarli pul topishmaydi. Pul topadiganlari ham ko'pincha holatda reklamaga qarab qolgan, qachonki reklama tushganda pul topaman degan holatda ishlashadi va reklama narxlari ham juda arzon. Aytaylik, erkak blogerlar o'rtacha o'zi reklama uncha-munchaga olishmaydi, mutaxassis yoki tadbirkor sifatida yurgizayotgan odamlar aytaylik $1000 ga bitta reklamani oladigan bo'lsa, ayol blog egalarida u odamdan obunachilarning soni bir necha baravar ko'proq, ya'ni 100 ming, 200 ming, 300 ming obunachisi bo'lgan taqdirda ham reklama narxlari $50, $100, maksimum reelslarga $300-400 pul olishlarini men guvohi bo'lib, nega bunaqa degan savolga juda ham ko'p holatda javob topa olmayman, chunki ko'p ayollar o'zini mehnatiga past baho beradi, baribir uyda o'tiribman, shu ham menga yetadi degan holat bilan bu yoqqa qarashadi va Instagramdagi shaxsiy brendlarini biznesga aylantirishda qiynalishadi. Bugungi videoda ayol sifatida blogini yurgizayotgan odamlar nimalarga ahamiyat berishlari kerakligi va umumiy jarayonni tizimli tashkillashtirish uchun nimalar qilishlari kerakligi va eng asosiysi ayol kishi sifatida blogini yurgizmoqchi bo'lganlar nimalarga ahamiyat berib bu yoqda ish tutishlari kerakligini ketma-ketlikda ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman. Va bu ma'lumotlarimizni 4 ta amaliy qadamli ketma-ketligida bo'ladi. Videoga yaxshilab joylashib olib, videoni boshidan like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. O'zi nimaga asoslanib bunaqa deyapsan? Qanaqadir o'zi bu bo'yicha faktlaring bormi desangiz, biz 2023-yildan beri shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha dars berib kelamiz. Bugungacha 1000 ga yaqin soha egalari mutaxassisligi shaxsiy brendlarini Instagram va boshqa platformalar orqali rivojlantirib, sotuvlarini oshirishga, daromadlarini oshirishga, ishlarini, xizmatlarini, mahsulotlarini sotuvini shaxsiy brendlari yordamida oshirishga yordam berib, bugungi kunda juda ham ko'p ayol o'quvchilar ham 2000, 5000, 10000 va undan ham ancha ko'proq summalarni shaxsiy brendlari yordamida topishlariga sababchi bo'lgan ustoz sifatida bu darslarni yozyapman. Demak, siz ayol kishi sifatida blogingizni yuritayotganingizda nimalarga ahamiyat berishingiz kerak? Eng birinchi omillardan bittasi bu yoqda faoliyatingiz muvaffaqiyatli bo'lishi, ayol auditoriya sizni rosa ko'p kuzatishi, ko'p odamlar sizni yaxshi ko'rishi, sizdan sotib olishni xohlashi, sizni hurmat qilishi, sizni eshitishi uchun eng birinchi faktor ayol auditoriyasi bor insonlardagi bu obunachilar bilan emotsional kontakt o'rnatish. O'g'il bolalarda bu tizim boshqacha ishlaydi. O'g'il bolalar ko'proq faktlarga qarab, o'g'il bolalar ko'proq qilingan natijalarga qarab, o'g'il bola ko'proq bu kim, nima qila oladi, nima qilgan, bu odamdan nima olaman, pulim evaziga nima beradi va yana shunga o'xshash juda ham ko'p aqliy faktlarga asoslangan holatda qaror qabul qiladi va faktlar qachonki plus bo'lganida shu inson eshitishni boshlaydi va hurmat qilishni boshlaydi. Ayollarda bu narsa ozgina boshqacha ishlaydi. Tabiatan ayollar emotsional bo'lishganligini evaziga ayollar bilan kontakt o'rnatayotganda hissiy bog'lanish juda ham muhim hisoblanadi. Bu jarayonda ayollar o'zlarining obunachilari bilan chin-dildan gaplashishlari, fikr almashishlari, hissiyotlarini yetkazishlari, energiya o'tkaza olishlari va ikkinchi tomon, ya'ni ko'rayotgan auditoriyani eshita olish va emotsional kontakt o'rnata olish muhim hisoblanadi. Buni qanaqa tashkillashtiraman desangiz, o'zi buni mendan ko'ra siz yaxshiroq bilasiz. Hayotda odamlar bilan qanaqa qilib yaqin bo'lib ketdingiz? Hayotda qanaqa qilib dugonalar orttirasiz? Hayotda qanaqa qilib yaqin qarindoshlar bilan, yaqin dugonalar bilan munosabatda bo'lasiz?
xuddi shu narsani Instagramga perkulchatsiya qilishga harakat qilishingiz kerak. Faqat ma'lum ramkalar doirasida bo'lishini tavsiya qilaman. Hamma narsani endi emotsional kontakt o'rnatishim kerak ekan deb hamma narsani aytaverishga shoshilmaslik kerak. Ikkinchi tavsiya bu oilaviy hayot, turmush tarziga chuqur kirib ketmaslik. Aytilishi, ko'rsatilishi qisman mumkin, lekin tavsiya qilgan bo'lardimki, chuqur kirib ketmaslikka, chuqur bu narsalarni ochmaslikka, oilaviy hayotga chuqur Instagramning asosiga bu narsani qurib qo'ymaslikka. Nimaga degan savolga keladigan bo'lsa, ko'pchilikga qiziq. Men o'zim ham oilam bor, lekin oilamni minimal darajada Instagramda umuman ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsataman, oilaviy munosabatlar haqida minimal darajada gapiraman va shunga o'xshash holatlar bo'ladi. Buni sababi nima va nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Instagramda aktiv degan narsa bor, ya'ni odamlar sizni eshitishi, ko'rishi, qiziqishi va shunga o'xshagan holat. Sizda Instagramingizda aktivligingiz baland bo'layotgan holatda sizda emotsional yonish bo'ladi. Ya'ni juda ham dopaminlaringiz zo'r otiladi, xursand bo'lasiz, muvaffaqiyat hissini his qilasiz va zo'r ketyapti, obunachilarim ham zo'r qo'shilyapti, prosmotrlarim ham zo'r bo'lyapti deysiz va buni natijasida reklamalar olasiz, qaysidir mahsulot xizmatlarni sotasiz, itagdali harakatlarni amalga oshirasiz. Lekin degan joyi bor. Endi bu prosmotrlaringiz, bu ko'rishlaringiz sizni oilaviy hayotingiz bilan uzviy bog'lanib qolgan bo'lsa, ya'ni eringiz bilan nimadir qildingiz va shuni natijasida sizda ko'rishlar soni ortdi. Aytayli farzandingiz bilan nimadir ish qildingiz va shuni natijasida sizda ko'rishlar soni ortdi. Endi uzoq muddatga bu narsani qarab bo'lib qaraydigan bo'lsak, yarim yil eringiz bilan kontent qildingiz, turmush tarzingiz asosida sizga prosmotrlar bo'ldi, sizga ko'rishlar soni bo'ldi va yarim yil ishlaganingizdan keyin, yarim yil turmush o'rtog'ingiz bilan birga kontent qilganingizdan keyin uje sizda qaysidir aktivlik pasayadigan bo'lsa, odamlarda sizlarning hayotingizga nisbatan qiziqish kamayadigan bo'lsa, kontent uchun qanaqadir priключениyalar o'ylab topishingiz siz o'zingiz bilmagan holatda paydo bo'lishi boshlaydi va bu tobora chuqurlashib ketaveradi. Yarim yildan keyin bitta priключение topdingiz, undan keyin yana bitta nimadir topdingiz, undan keyin yana bitta nimadir topdingiz. Aytaylik, oddiy primerlar bilan tushuntiraman. Siz yashayotdingiz, kontent qilyapman erim bilan urushib qoldim, xafa bo'ldim, ular endi menga kompliment qilishlarini kutyapman deb info povod qildingiz va bu narsani ko'rsatdingiz. Tabiiyki sizda prosmotrlar oshadi, lekin keyingi safar yana xuddi shunaqa narsa qilganingizda o'sha bu effekt bermaydi. Endi chuqurroq narsa qilishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, men qo'pol holatda misol keltiraman, yana 2 yil kontent qildingiz, oilaviy munosabatlarda yana aktivingiz tushib qoldi-da, plus mana shunaqa nimadir narsa o'ylab topdingiz, eringiz sizni aytaylik urdi va shu narsani kontent qilib olib chiqdingiz va u ham bitta dopamin oldingiz, aktivingiz ko'tarildi. Keyin yana vaqt o'tdi, keyin yana u narsa o'sha effekt bermayapti. Keyin nima bo'ladi? Ko'pincha holatda men o'sha turmush o'rtog'im xiyonat qildi, bunaqa holatda nima qilish kerak degan yana narsaga kiriladi. Bu yana qo'rqinchliklashib ketyapti, sezayotgan bo'lsangiz va oxir oqibatda bizni o'sha hozir ko'p Instagramda hammamiz ko'ryapmiz, ajrashishni Instagramda hammani oldiga chiqib aytiryapti, uydagi bo'layotgan muammoni hammani oldiga chiqib doston qilinishiga o'sha bu narsa olib kelyapti va shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Vaholanki har birimizga o'sha oila qurayotganimizda uydagi gap uyda qolishiga, uydagi bo'layotgan ish tashqariga chiqmasligiga o'rgatishgan. Biz Instagramda ozginadan boshlab turib, butun hayotimizda nima bo'layotganini ommaga doston qilishimizdagi bu o'zingiz bilmagan holatda olib borib qo'yishiga sababchi bo'lib qoladigan narsa bo'ladi. O'shaning uchun ishlayotgan bo'lsangiz, bu yerda blog yurgizmoqchi bo'lsangiz, aktivligingizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, misol obunachilaringizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, oilaviy hayotingizni, butun turmush tarzingizni hammasini ko'rsatishingiz shart degan hech qanday qoida yo'q. Bu siz ham bemalol blogingizni yuritishingiz, hattoki yuzingizni ko'rsatmasdan ham o'zingizni loyal auditoriyangizga, obunachilaringizga ega bo'lishingiz mumkin. Bu yerda sizni asosiy maqsadingiz Instagram orqali daromad qilishmi? Agar sizdagi maqsad shu bo'lsa, umuman oilaviy hayotni ko'rsatmasdan ham mutaxassisligingizni va odamlarga nimadir foydali kontentlar berish orqali ham bemalol pul ishlashingiz mumkin va eng asosiysi ayol auditoriyalarda bu narsada juda ham oson. Biz bu yo'nalishda ishlaganimiz uchun, ayollar emotsional pakubka qilgani uchun faktlarni umuman eshitmasdan ular sotib olishadi va nimadir narsani sotish uchun ishontirishingiz shart emas. Yoqib qolsangiz bo'ldi, kimdir qaysidir ayol sizdan nimadir narsani sotib olishi uchun va umuman olganda bu mutaxassis bo'lmasdan narsa soting demoqchi emasman.
umuman olganda pul topish agar maqsadingiz bo'lsa, oilaviy hayotni ko'rsatishingizga bu arzimaydi va bu yoqda o'zi unaqa ko'p pul ham topa olmaysiz. Qachonki siz boshqa chepada chiqsangiz, o'sha yerda yaxshiroq pul topishingizni sizga imkon qadar yumshoqroq va chiroyliroq qilib tushuntirib qo'yishga harakat qildim. Agar sizda bu bo'yicha qanaqadir fikrlar, e'tirozlar yoki boshqa argumentlar bo'lsa, izohlarda bemalol qoldirishingiz mumkin. 3-masala, Instagramga pul topish maqsadida kirmoqchi bo'lsangiz, ish instrumenti sifatida qarashingiz kerak. Bu lifestyle emas, bu ermak emas, bu hobbi emas. Bu yoqqa qachonki siz haqiqiy ish sifatida qaraysiz, kuningizni bir qismini ajratasiz, bu yo'ni ilmini o'rganasiz, videoni qanaqa qilib ko'p ko'rsatish kerakligini o'rganasiz, ayollar orasida hurmatga qanaqa qilib borish mumkinligini o'rganasiz, umuman o'zingizni band qiladigan, mashg'ul qiladigan mashg'ulotlar bilan shug'ullanasiz va umuman Instagram ijtimoiy tarmog'iga ish sifatida qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda haqiqiy natijani olishingiz ancha osonlashadi. Ish sifatida qaraganingizdan keyin tabiiyki bu yoqqa munosabatingiz o'zgaradi. Kuningizni 2-3 soatini shu yoqqa ajratganingizda men ko'p vaqtim ketib qolyapti deb qaramaysiz. Men ishlayapman, investitsiya qilyapman vaqtim bilan va bu kelajakda menga aktiv sifatida ishlab o'zini natijasini beradi, menga pul olib keladi degan pozitsiyada o'sha ishlashni boshlaysiz va bu sizga o'zini natijasini o'sha qisqa yillar davomida sizga natijasini ko'rsatadi. Faqat bu faoliyatingiz davomida tavsiya qilgan bo'lardimki, o'zingizga qanaqadir nisha topib, biror mahsulot, xizmat yoki nimadir o'quv kursini sotuvini yo'lga qo'yishingizni. Chunki bugungi kundagi Instagram bozorini ko'rsangiz va o'zingiz ko'p kuzatadigan ayol blogerligimda qarasangiz, juda ko'p odam asosan lifestyle blog qilishga, ya'ni qayerga boryapmiz, nima qilyapmiz, nima qildik, nima qo'yamiz degan narsaga o'tirishgan va siz bu bozorga hozir kirganingizda raqobatchi bo'lishingiz juda ham qiyin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu yo'nalishda o'zi reklama olishingiz ham, pul olishingiz ham qiyinlashib ketadi. Yoki ovqat pishirish yo'nalishiga kirsangiz ham bu yo'nalishda ancha raqobat katta va yana hozir aytaylik 20 ta topoviy mana shu food bloger bo'ladigan bo'lsa, 21-chisi bo'lishingiz uchun juda katta mehnat qilishingiz kerak, juda ko'p vaqtingiz, kuchingiz va ancha professional komanda sizga kerak bo'ladi. Chunki top 20 ta odamlar professional jamoa bilan ishlashyapti va siz boshlang'ich darajada bunaqa qila olmaslik ehtimoli juda ham katta. Sizga tavsiya qilgan bo'lardim bozorni yaxshilab analiz qilishni va bozorda bo'sh nishalarni topib, o'sha nishada foydali kontentlar bilan kirishni. Bu bo'lishi mumkin tikuvchilik, bu bo'lishi mumkin parda yo'nalishi, bu bo'lishi mumkin dizayn yo'nalishi, bu bo'lishi mumkin zamonaviy kasblar, bu bo'lishi mumkin yana shunga o'xshash qanaqadir yo'nalishlar borki, u yoqda raqobat kam va aynan shu yo'nalishda foydali ma'lumotlar olib chiqib, auditoriya yig'ib, auditoriyaning ishonchini qozonib va ularga qaysidir o'zingizni foydali albatta xizmatingiz yoki mahsulotingizni sotuv orqali yaxshi pul ishlash imkoniyatlari bor va bu narsani tashkillashtirish hozir undan oldin aytib o'tgan yo'nalishlarimga nisbatan ancha oson. 4-qadamimiz ham 3-chisi bilan nisbiy ravishda bir-biriga bog'liq. Bu nima desiz, endi o'zingizga nisha topdingiz, yo'nalish topdingiz, qanaqa qilib sotaman degan savollar javobini yaxshilab tushunib o'rganib olishingiz kerak. Ya'ni sotuv instrumentlari borki Instagramda, varonkalar tuzish, Telegram botlik o'tkazish, effektiv sotish, ya'ni sizga bitta kelish mumkin bo'lgan murojaatlarning sonini qanaqa qilib 10 taga olib chiqish, Reels orqali qanaqa qilib effektiv sotish, menda bor sotib olinglar deyishingizni o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Stories orqali qanaqa qilib progresslar qilinadi, qanaqa qilib sotuvlarga yo'naltiriladi. Umumiy mana shu jarayonni tashkillashtirish instrumentlari bor va bu narsalarni chuqurroq o'rganib chiqishingizni tavsiya qilaman va siz qaysi tur instrumentlarni o'rganib olishingiz, hozir ayol auditoriyasida bu instrumentlarni ishlatmayotgan juda ko'p odam bor. Deyarli 90-95% ayol blogerlar instrumentlar hech kim ishlatmaydi va hamma juda ham ko'p odam o'zi bilganicha Instagramni yuritadi va siz bu yoqda instrumentlarni o'rganib olishingiz va ularni o'zingizning blogingizda tatbiq qilishingiz anchayin qolgan blogerlardan ajralib chiqishingizga, o'zingizni oson targ'ibot qilishingizga katta yordam beradi va bozorga oson kirib ketishingizga, ko'proq pul topishingizga hammasiga o'zining ta'sirini o'tkazadi. Endi sizda savol bo'ladi, qayerda kim o'rgatadi bu instrumentlarni, kimdan o'rganaman, qanaqa o'rganaman degan savol bo'lsa, bizda aynan shu instrumentlarni o'rgatadigan o'quv dasturi bor. Biz 2023-yildan beri onlayn va offlayn formatda o'quv dasturlarini yo'lga qo'yib, 1000 ga yaqin odamlarni bugungi kungacha mutaxassislar va tadbirkorlarni shaxsiy brendlarini qurish orqali daromadlarini oshirishga, sotuvlar qilishga, o'zlarini nishalarini topib chiqishlariga yordam berganmiz. Agar sizda mutaxassisligingiz bo'lsa, tadbirkorligingiz bo'lsa, bizani o'quv kursimizda bu narsalarni juda ham kichik
kichkina summalarga o'rganib, o'zingizni ijtimoiy tarmoqlardagi karyerangizni anchayin mustahkam va samarali qilib qurish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Agar sizda bizning o'quv dasturimiz sizga qiziqish bo'lsa, batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shu videoni izohlar qismida biz ro'yxatdan o'tish uchun link berib qo'yamiz. Shu link orqali ma'lumotlaringizni qoldirib, yordamchilarim bilan bog'lanib darslarimizga qo'shilib olishingiz mumkin. Bugungi informatsiyalarim shulardan iborat edi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, ayollarga yuborib qo'yinglar va izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat.